Bizga kelib tushgan xabarlarga ko'ra, poytaxtimiz ko'chalarida sher, timsohlar yurganmish. Nahotki endi ularni deb ko'chalarda ham yurolmasak? Afrika jonivorlari qanday qilib bizning o'lkamizga kelib qoldi? Bu kabi savollarga aniqlik kiritish maqsadida Shahzoda voqea joyiga yetib bordi. Biroz adashyapsiz Humoyun. Bu yerda hech qanday timsohlar ham sherlar ham yo'q, balki ular tabiat muzeyiga olib kelingan. Nima gap ekanligini birga bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabiat muzeyimizga xush kelibsiz. Meni ismim G'ulom. Men O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi ilmiy xodimiman. Eshitishimizcha, bu yerga timsoh va sherlar keltiribdi. Uni ko'rsa olasizmi? Nafaqat timsoh va sherlar, balki boshqa hayvon turumlari ham qo'shilgan. Ular haqida qiziqarli ma'lumotlar berib o'taman. Qani bo'lmasam ketdik. Voy, hammaga shu bo'lgan sherlar mana shularmi? Albatta, bular Fransiyadan keltirilgan Afrika hududida yashovchi yirtqich hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Bu sherlarni boshqa sherlardan nima farqi bor? Afrika sherlari O'rta Osiyo sherlariga qaraganda yirikroq bo'ladi va yunglari ham kattaroq bo'ladi va chiziqlari kam bo'ladi. Bularning asosiy ozuqasi nimalar? Ular asosan antilopalar bilan, ya'ni shoxli, yovvoyi o'txo'r hayvonlar bilan oziqlanishadi. Arslonlar, ya'ni sherlarni erkaklari 250 kg vazn atrofida bo'ladi, ayollari esa 200-190 kg atrofida bo'ladi va juda ham kuchli panjalari va jag' tishlariga ega hayvon turidir. Endi esa sayohatimizni timsohlarni ko'rish orqali davom ettiramiz. Ha, mayli. Endi esa biz Nil daryosi yirtqichlarini ko'rishimiz mumkin. Bular Nil timsohlari. Ular 6 metrgacha yetadi, vazni esa 600 kg atrofida bo'lar ekan. Asosan Nil daryosi yaqinida yashaydi va antilopalar bilan oziqlanadi va aynan o'sha hududni ekologiyasida muhim o'rin egallaydi. Timsohlar asosan necha yil umr kechirishadi? Timsohlar asosan 60-70 yil atrofida umr kechirishadi va ular eng uzoq umr ko'ruvchi yirtqichlar turiga ham kiradi desak bo'ladi. Timsohlar 9 ta 10 taga yaqin tuxum qo'yishadi va bolalarni voyaga yetguncha og'izlarida ko'tarib yurishar ekan. Bolalarni nima bilan oziqlantirishadi? Bolalarini yirtqich hayotga o'rgatish uchun asosan baliq, lichinkalar yoki bo'lmasam kichik qurbaqalarni ovlash orqali katta hayotga, yirtqich hayotga tayyorlashar ekan. Tushunarli. Davom etamiz. Yana bir ma'lumotni aytib o'tish kerakki, timsohlar dinozavrlarning so'nggi avlodi bo'lib hisoblanadi. Yo'q, men karkidon deb o'ylabman. Karkidonlar haqida endi tanishib o'tamiz. Ha, mayli. Xo'sh, ana endi karkidonlarga ham yetib keldik. Bu janubiy oq karkidon, bu yerda esa qora karkidonlar. Ular Afrikaning eng yirik hayvonlari bo'lib hisoblanadi. Vazni 2,5 tonnagacha yetishi mumkin va shu vazni bilan ular 50 km/soat tezlikgacha yugura olishar ekan. Nega oq va qora rang deyapsiz? Ularning rangi bir xil-ku? Sababi ularning nomini ranglariga aloqasi yo'q. Oq karkidon o'sha gollandcha oq vich nomi bilan tanilgan keng labli degan ma'noni bildiradi. O'shaning uchun ham lablari juda ham keng bo'lganligi uchun oq karkidon nomini olgan. Og'izlariga ahamiyat bermabman. Juda ham qiziq ekan. Xo'sh, karkidonlar nima bilan oziqlanishadi? Bu karkidonlar asosan o'simlik bilan oziqlanishadi va butalar bilan oziqlanishadi. Ushbu uzun shoxlari yordamida butalarni titib, shoxlarni sindirib, shoxlarni maydalab oziqlanishar ekan va ularga juda ham qo'l keladi aynan shu shoxlari va o'zlarini shu shoxlari bilan ham himoya qilishlari mumkin. Endi esa sizni Afrikaning o'txo'r hayvonlari bilan tanishtirib chiqaman. Bu yerda ko'rishimiz mumkin sable va katta kudu. Afrikada yashovchi aynan bu turlarni oyoqlari juda ham uzun va ingichka bo'lganligi sababli 2 metr, 3 metrgacha ba'zan sakrashlari mumkin va sakrab yirtqichlardan qochishar ekan va ular ham o'txo'r hayvonlar bo'lib hisoblanadi, lekin yovvoyi tur. Bular necha yil yashashadi? Bular o'zi asosan 15-20 yil atrofida yashashadi, lekin yovvoyi hududda hayot kechirganlari sababli bularni sherlar ovlashlari mumkin ekan. Shuning uchun ham uzoq muddat yashay olishmaydi. Endi biz siz bilan navbatdagi ekspozitsiyamizga keldik. Bu yerda biz siz bilan oq boshli qumoyni ko'rishimiz mumkin. Bu qush asosan tabiatimizda o'lgan hayvonlar bilan oziqlanadi va tabiatimizni tozalovchi qush bo'lib hisoblanadi.
Voy, o'laksaxo'r qushlar mana shularmi? Albatta, bular o'raksaxo'r qushlar tabiatda hech qachon tirik hayvonlar bilan emas, balki o'lgan hayvonlar bilan, ularning qoldiqlari bilan oziqlanishadi. Bu qushlar qayerda yashaydi? O'raksaxo'r qushlar asosan Yevropa va Afrikada yashaydi, lekin ularni O'zbekiston hududida ham uchratish mumkin. Aynan bu eksponatimiz esa Sibir bo'risi. Bu itsimollar oilasidagi eng yirik vakil bo'lib hisoblanadi. Ular to'da bo'lib yashashadi. Bitta to'dada 4 tadan 40 tagacha Sibir bo'risi bo'lishi mumkin ekan. Barcha bo'rilar itsimon turiga kiradimi? Albatta, barcha bo'rilar itsimollar oilasiga kiradi. Nima uchun ular to'da bo'lib yashashadi? Sababi ular juda ham aqlli ov qilishadi, o'zlarining o'ljalarini, zaif tomonlarini kuzatishadi va hamla qilishadi. Endi esa qora qoplon. Bular asosan tropik o'rmonlarda yashovchi yirtqich hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Ular asosan 20 yil atrofida yashashadi, lekin yovvoyi tabiatda esa 15 yilgacha yashashlari mumkin ekan. Faqatgina tutqunlikda 20 yil atrofida yashashadi. Ular nimalar bilan oziqlanadi? Ular asosan o'txo'r hayvonlar bilan oziqlanadi va o'zlarini hajmlariga teng bo'lgan hayvonlar bilan oziqlanadi. Qora qoplonlar tez yuguradimi? Albatta, ular tez yuguradi va yugurish vaqtida ularning dumlari xuddi ruldek muvozanat vazifasini bajarar ekan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tishim kerak, ular mushuksimonlar oilasiga mansub. Keyingi eksponatimiz esa Buxoro xonguli, ya'ni bug'ularni ko'rishimiz mumkin. Bug'ular o'txo'r hayvonlar va ularni asosan erkaklarida ko'rishimiz mumkin shoxlari bo'lar ekan. Bularni O'zbekiston hududida Buxoro viloyatida uchratishimiz mumkin. Keyingi eksponatimiz esa Yevropa bulyonlari, ya'ni loslar deb ham aytishimiz mumkin. Ular ham o'txo'r bo'lgan, juda ham yirik shoxlarga ega bo'lgan hayvon turlari ko'rishimiz mumkin. Boya ta'kidlab o'tganimizdek, erkaklarda shoxlari bo'ladi, urg'ochilarda esa shoxlari bo'lmas ekan. Bu jonzotlar o'txo'rlar turiga kiradimi? Albatta, bular o'txo'r jonzotlar turiga kiradi. Asosan quyuq o'rmonlarda hayot kechirishar ekan. Tabiat muzeyi juda qiziqarli ekan-ku. Albatta onajonim bilan birga boraman. Siz ham boring, balki ko'rishib qolarmiz. Bizda hozircha shu voqealar rivojini bizda bolajonni kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr. Dildor opa, endi olmam bering.